Boysunobod va Sharofobod mahallasi. Mana sim ko'prigining tagiga mana bu jardan kelib kimdir o'z o'lgan molini olib kelib daryoga uloqtirgan. Mana daryoga mana shu yerdan tushib, mana hozir daryoga olib chiqib tayladi. Mana bundan xalq qanday suv ichadi? Mana Sharofobod mahallasi va Boysunobod mahallasiga tashab qo'yinglar. O'z o'lgan qo'yini daryoning ichiga tashagan. Qaysi inson shunday ishlarni qilishi mumkin? O'zlaring aytinglar. Xayolli inson shunaqa narsalarni qiladimi? Daryoning ichiga qarang qanday narsalar yotibdi. Kim suv ichadi shu yerdan? O'zimizning xalqimiz suv ichadi. Mana sim ko'prikni oldi. Mana daryodan uzoqroqqa olib chiqib tashadim do'stlar. Mana daryo ancha uzoqqa qoldi.